bering deb ko'pchiliklar yozadi hechkamga. Albatta jigarlarim topsa bo'ladi. Ayniqsa mana bu yevropaliklar qanaqadir bir itinimi, mushugunimi, bir ovqat qilayotganini video qilib qo'yadi. Jinni ketdi kerak bo'lsa video qo'yadi. Million like bo'ladi, million prosmotr bo'ladi. Albatta kerak bo'lsa bitta videosini orqasidan ham $1000 pul topa oladi. Chunki ularga poddershka degan narsa bor. Ya'ni o'sha qaysi tilga o'shalar gapirayotgan tiliga tushungan inson bo'lsa, sirraza like bosib poddershka qilib ketadi. Lekin bizlarda unaqa emas jigarlarim. Bizlarda masalan haliki it, mushukni qo'y mana. Masalan men odamman. Bir musulmon birodaringizman. Mana shunaqa bir videoni ko'rgan insonlar bitta podpiska, like, kommentar, repost bosib ketmaydi. Nimaga? Poddershka yo'q. Qanaqadir bir like bossam, bir podpiska bossam pulim ketib qoladi yoki shu inson ko'tarilib ketib qoladi yoki shu inson ko'proq pul ishlab yuboradi degan ko'pchilikda mana bu yerda shu narsa bor-da. Baxillik degan narsa bor, ichqoralik degan narsa bor. O'shaning uchun bizlarda unaqa millionlab like'lar, millionlab podpischiklar bo'lmaydi. Topsa bo'ladi pul, kamroq pul topsa bo'ladi. Endi mana tepada harom xarish batil o'ynab, rasvo qiliqlar qiladigan insonlar bor. Video joylaydi, o'sha faxsh efirlar qiladi, faxsh videolar joylaydi. Prosmotri 100 ming, 200 ming, 500 ming, million bo'layotganlari bor. Ular ham topsa bo'ladi. Lekin oddiy bir inson kirib, bir yaxshi video qo'yib, bir yaxshi kontent qilib ko'tarilaman. Masalan, uyda o'tirgan ayol qizlar bor. Hech yoqqa ishlamaydi. Efir ham qilish shart emas. O'shalar video qilib, oilada masalan oila davrasini video qiladi yoki bir nima deydi, ovqat qilayotganini video qilib joylasa balki prosmotr va pul ishlashi mumkin. Bir yaxshi insonlar bor, kontent qiladi, ish jarayonini qanday ishlaydi, qanaqa ish qiladi, o'shalarni video qilib joylasa bir prosmotr bo'lishi mumkin. Lekin yevropaliklardagidek emas. Kelinglar jigarlarim, birlashaylik, bir-birimizga poddershka qilaylik, ichqoralik negativni yo'qotaylik. Mana shu videoga bitta podpiska, like bosib qo'yinglar. Kimni monetizatsiyal akkaunt ochgan bo'lsa, videosi oldilaridan chiqsa, podpiska, like bosib, poddershka qilinglar. Yevropaliklardan bizlarning qayerimiz kam? O'shalarda bor yuz, bizlarda ham bor. O'shalarda bir bor narsa bizlarda ham bor. O'shalarda bor talant bizlarda ham bor. Lekin odamda qadri bir mushuk, bir it kabi emas-ku. Bizlar alhamdulillah musulmonmiz. Bir-birimizga poddershka qilsak, qanchalik odamlar xursand bo'ladi. Konkretni pul ishlasa bo'ladi jigarlarim. Faqat astoydil mehnat qiladigan, ijodkor insonlar bo'lsa, pul ishlanadi. Shunchaki monetizatsiyal akkaunt ochib, nima deydi? Birovlarning videosini yuklab, unaqa qilib pul ishlab bo'lmaydi. Monetizatsiyal akkaunt sira ketadi blokka. 10 mingta podpischik yig'ish kerak. Podpichiklar живой bo'lishi kerak jigarlarim. Hech qachon nakrutka podpichik bilan monetizatsiya yondiraman demanglar. O'zlaring video qilinglar, o'zlaring kontent qilinglar, o'zlaring telefonlaringdan video olinglar. Shunaqa qilsalaring bo'ladi. Boshqa internetda yuklangan videolarni qo'yib o'tmanglar. Keyin 10 mingta podpischik bo'lgandan keyin oxirgi bir oy ichida qo'yilgan videolaringizning soni 100 mingta prosmotr bo'lishi kerak. U narsani o'ylamanglar. Yaxshi video joylasalaring, u monetizatsiya ochilaman degan kunga yetib bo'lsa, o'zi 500 ming, 1 million prosmotr bo'lib turadi. Xavotirga o'rin yo'q. Monetizatsiya ochilgandan keyin o'zi xabar keladi, monetizatsiya yongandan keyin, kirib monetizatsiyani yo'qolgandan keyin har kuni video joylashlaring kerak. Iloji boricha agar pul ishlayman desalaring, keyin videoni minuti 1 minutdan oshiq bo'lishi kerak. Qachonki videoni 1 minutdan oshiq qilib video joylasangiz, tamoyim yevropaliklar o'sha 1 minutdan oshiq videoni orasiga reklama qo'yadimi, nimadir qiladi. Xuddi mana YouTube'nikidan orasiga reklama qo'yib o'zining tovarlarini maqtab, o'shaning evaziga sizga pul keladi. Bemalol pul ishlasalaring bo'ladi. Boshda to'g'ri, masalan, $1, $2, $5, $10 shunaqa qilib ishlaysizlar oyiga, yo $20. Keyinchalik masalan oyiga $100, $200 ishlasa bo'ladi. Faqat poddershka bo'lsa bo'ldi jigarlarim. Jonlaring sog' bo'lsin, Abdush hurmat tasir. Gazini bosamiz. Like, podpiska, repost, kommentar. Go. TikTokda